Ha dada, nima xafa bo'lib turibsiz? Hamsiyamiz ishonma o'libdi bacham. Ana shu kelin keldi, hamsiyamiz ham o'ldi. Ash kelini oyog'i quruq kelgan bacham. Bu kelin nima aloqasi bu o'lsa? U 90 yoshda ajali kelgan o'lganda. Vot minne 90 yilda men o'lmagan. Ash kelin keldi tar o'ldi. Kelin oyog'i quruq ekan. Ishlarini qilib bo'lding? Ha, bildim. Dadam uxladimi? Uxladilar. Unda. Uxlamabdi dadam. Dada, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bacham onang bilan ajrashamiz. Nimaga? Nima sabab? Sabab yo'q. Sabab ash kelin oyog'i quruq kelgan. Onasini emsin havoda bulut ham yo'q. Yoz boshlanandan beri yomg'ir yog'maydi. Bilimman bu kelin oyog'i yomon quruq ekan lekin. Yozda yomg'ir yog'maydi-ku o'zi. Ey xotin. Men ketaman. Rostdan ham oyog'im quruq keldimi nima? Ketsam balki hammasi yaxshi bo'lar. Hay, xafa bo'lmagan xotin. Dadamga shunaqada ozgina farzandli bo'lsa kelajakda hammasi yaxshi bo'ladi. Ozgina sabr qil. Dada! Ana, nevaralik bo'ldingiz endi. Mana qo'yib, mana oyog'i quruq kelinim tug'ibdi-ku. Ay, kelinjonim, kelinim. Bu navarani oyog'i quruq keldimi deyman.